har doim bir konflikt, bir holat bo'lganda, u odamlar bilan bo'lsin, u boshqa joyda ertalab tishimni yuvayotganda o'zimga ko'zimga qarab turamanda. Yuvib bo'lgandan keyin aytaman unga, ko'zgudagi o'zimga, sen undan yomonsan deyman. Sen undan 5 battarsan. Haddingni bil, yo'lingda davom et. Nega unday deymiz? Chunki biz o'zimizni bilamiz, qarshimizdagi odam bilmaymiz. Kim bo'lsa ham bilmaymiz. O'zimizni bilganimiz uchun o'zimizdagi yomonliklarni o'zimizga aytamiz. Men undan yomonman. Bitta sabab bilan. Chunki men o'zimning kimligimni bilaman. Uning kimligini bilmayman. Darajasini bilmayman. Balki tuni bilan uxlamas. Munojot qilar, Allohga ibodat qilar. Bittasi aytibdi-da, yaxshi odamlarni qanday bilamiz? Desa, shu borgin bir mush ursang bilasan. Bor, bir mush ursa qaytarib bir mush uribdi. Nima desan, yaxshi odamlar ana shunaqa bo'ladi. Adolatsizlik bo'lsa, darrov qaytaradi javobini. Bir mush uradi. Solihlarni qanday bilaman? Bor, manoni bir ur debdi. Borib bir mush ursa, shunday qarab qo'yibdi. Jahl bilan. Lekin urmabdi qaytarib. Nega urmadi desa, unga farqi yo'q kim urishini. U bir qilgan xatosi uchun bir mush kelganini biladi, faqat kimni qo'lidan keldi ekan bu mush deb bir qarab qo'yadi. Ha? Endi yetishgan odamlar qanaqa bo'ladi desa, "Bor, falonchini borib bir tepdi, borib bir tepsa, qarilib ham qaramadi." Nima qildi bu desa, ular shu darajada, ularga hech farqi yo'q. Bir jazo kelganini tan oladi, qabul qiladi, kimdan keldi, qanday keldi, nimaga keldi, hech ishi yo'q. Nega? Chunki ular shu o'zlarini bilishgani uchun. Biz ham hammamiz bir narsalardan jahlimiz chiqadi, fig'onimiz falak bo'ladi, voh deymiz, kibr qilamiz boshqa, lekin shu payt o'zimiz kimligimizni eslasak, uni ma'zur tutsak, men har doim buni ishlatishga harakat, har doim ham albatta qo'limdan kelmaydi, u katta ketmay, vav deb yilim it xurvorgan joylarimiz ham bo'ladi, lekin pushaymon bo'lib shu yo'lda bo'lishni istayman, ya'ni shunday desam to'g'ri bo'ladi. O'zimni shunday tuzatishdi. Qiyin paytlar bo'lgan. Men yigitlar bo'ladi. Menda bir muammoli vaziyat bo'lsa, hech gapirmayman. U yerdan ketaman. Keyin kelib gapiraman. O'sha payt gapirmayman. Ishxonada, boshqa joyda. Keyin qaytib kelganimda ham boshqacha, ya'ni imkon qadar ovozimni ko'tarmaslikni istayman. Odamlarga jahl qilmaslikni, fig'on falak biri o'laroq yashashni istamayman. Tabassum qilishni istayman. Tabassumdagi odamni kuydirilgan kalla deb qo'yadi bizda. Doim kuydirilgan kallaga o'xshab yuradi. Dostoyevskiyning bir gapi bor. Tabassumi go'zal odamlarning istiroblari go'zaldir. Qalbidagi istiroblari go'zaldir.